Xo'p, men nimaga so'rayapman? Men endi o'zbekman-ku. Meni miyam ishlamay qoldi-da yaqinda. Yevropaga borganimda shunaqasi ham bo'lar ekanmi deb qoldim. Endi o'zbek bo'lganim uchun miyam ishlamay qoldi emas, unaqasini ko'rmaganim uchun o'zbek bo'lib turib. Xo'p, nima bo'ldi? 2024-yil oxirida bitta supermarketga kirib, baget non, ularda yopgan nondek gap, har kuni yeyiladigan non 1 yevro 85 olgan edim. Uni oldiga bitta pishloq, o'tgan yili kelganimda ham bu yil ham shuni sotib olgan edim. 3 yevromi, 2 yevro qanchadir edi. Voy, bizda u pishloqni ko'rdim, 80 mingmi, 90 ming bo'lib turibdi. Undan ancha kamroq. Mayli, gap bu haqida emas. Tushunaman, import eksport degan narsalar, mayli. 3 yevro qanchadir edi. Va yana 3-4 ta narsa oldim-da, bu yil kelib qarasam, olgan nonim 1 yevro 20 sent, ya'ni 60 sentga arzonlashgan. Pishloqim ham yanada arzonlashgan, 2 yevroga qanchadir